Eng sovuq sharoitda yashaydigan hayvon bu imperator pingvinlari. Ular Antarktidada, yer yuzidagi eng sovuq qit'ada yashaydi. Qishda harorat -50 gradusdan past, shamol esa havoni yanada sovutadi. Imperator pingvinlar muz ustida yashaydi, qattiq bo'ronlarda ham omon qoladi. Tuxumini qishning eng sovuq paytida bosadi. Bunday sovuqda omon qolishda nima yordam beradi? 1. Jamoa bo'lib isinish. Pingvinlar bir-biriga yopishib olishadi. Ichkarida harorat 20 gradus issiqqacha chiqishi mumkin. 2. Navbat bilan joy almashadi. Tashqaridagi sovuq joyda turgan pingvinlar ichkariga o'tadi. Bu adolatli va juda aqlli tizim. 3. Tanasi sovuqdan himoya qiladigan qalin yog' va zichpatlar bilan qoplangan. 4. Tuxumi yerga tegsa, darhol muzlab qoladi. Shuning uchun erkak pingvin tuxumni oyog'i ostida ushlab, ustini teri bilan yopadi. Pingvinlar falsafasi shuki, jamoa bo'lib birlashsa, eng qiyin holatda ham omon qolish mumkin. Bir kishi o'zi halokatga mahkum. Oz energiyalar birlashuvi juda katta quvvatni hosil qilishi mumkin. Va yana hosil qilingan energiyani saqlab qolish bu eng muhimidir. Obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada izohlaringizni qoldirib keting.